Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar va aziz ustozlar. Sizlar bilan bugun umumiy o'rta ta'lim maktabi amaliyotchi psixologlari uchun ta'lim muhiti qulayligi va xavfsizligini psixologik baholash modulidan birinchi mavzu, ya'ni ma'ruzamiz ta'lim muhitini psixologik baholash va maktabda xavfsiz muhit yaratish mavzusi bo'yicha gaplashamiz. O'qituvchi Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi pedagogika, psixologiya va amaliy fanlar metodikasi kafedrasi o'qituvchisi, psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Jo'rayeva Iqbolxon Po'latovna birgalikda bo'lamiz. Demak, rejamiz birinchisi ta'lim muhitining qulayligi va psixologik baholash. Ikkinchi rejamiz ta'lim oluvchilar va ta'lim beruvchilarning xavfsizligini ta'minlashda psixologik targ'ibot va tashviqot ishlarini olib borish. Tayanch tushunchalarimiz favoritizm, mobbing, kiberzo'ravonlik, kinestetik, bullying, psixologik xavfsizlik, ta'lim muhiti, psixologik xavfsizlikning mezonlari. Agar ishlab ko'rmoqchi bo'lsangiz, demak tushunchalarimiz favoritizm, mobbing, kiberzo'ravonlik, kinestetik, bullying, psixologik xavfsizlik bo'yicha sizningcha bu tushuncha qanday ma'noni anglatadi degan qismiga dastlabki fikrlaringizni yozib chiqasiz va ma'ruza so'ngida qo'shimcha ma'lumot qismiga to'ldirib chiqasiz. Demak, favoritizm bu o'qituvchi, rahbar yoki jamoa ichida biror mas'ul shaxsni ayrim kishilarga nisbatan boshqalardan ortiqcha asossiz imtiyoz ko'rsatishi. Mobbing bu bir guruh odamlarning bir shaxsga nisbatan uzluksiz tizimli tarzda bosim, tahqirlash. Kiberzo'ravonlik bu internet, telefon, ijtimoiy tarmoqlar yoki boshqa elektron vositalar orqali biror kishini haqorat qilish, tahdid qilish. Kinestetik bu psixologiya va pedagogikada ishlatiladigan tushunchalarimizdan biri bo'lib, harakat orqali idrok etish, sezgilar yordamida o'rganish degan ma'noni bildiradi. Bullying bu bir yoki bir nechta shaxsning boshqa bir insonga nisbatan doimiy ravishda tazyiq, qo'rqitish, haqorat. Psixologik xavfsizlik bu shaxs yoki guruhning o'z fikrini erkin ayta olishi, xatodan qo'rqmasligi, o'zini hurmat qilinayotgan va qo'llab qo'llanayotgan holda his etishi mumkin bo'lgan ruhiy barqaror muhitdir. Biz bilamizki, bugungi globallashuv sharoitida ta'lim jarayonining samaradorligi nafaqat o'qitish metodlariga, balki ta'lim muhiti qulayligi va xavfsizligiga ham bevosita bog'liq. Qulay va xavfsiz psixologik muhit bu o'quvchining erkin o'rganishi, o'zini namoyon qilishi, mustaqil fikrlashi va rivojlanishi uchun zamin yaratadigan asosiy omildir. Ta'lim muhiti bu o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi psixologik munosabatlar, sinfdagi ijtimoiy psixologik atmosfera, maktabning tashkil etilgan tartibi, madaniy qadriyatlari, xavfsizlik qoidalari va psixologik qo'llab-quvvatlash tizimlari majmuasidir. Ta'lim muhitining asosiy xususiyatlari, ya'ni birinchisi qulaylik, emotsional tinchlik, ijobiy atmosfera. Ikkinchisi xavfsizlik, jismoniy va psixologik himoyalanganlik hissi, rivojlantiruvchanlik, o'quvchi imkoniyatlarini yuzaga chiqarish, o'zaro hurmat va tenglik, diskriminatsiya va zo'ravonlikdan xoli muhit. Va beshinchisi barqaror ijtimoiy munosabatlar, sog'lom muloqot tizimi. Demak, jismoniy xavfsizlik bu o'quv binosining texnik holati, sanitariya gigiyena talablari, yong'in xavfsizligi, favqulodda holatlarga tayyorgarlik. Psixologik xavfsizlik o'quvchi haqorat, masxara, tazyiqdan himoyalangan. O'qituvchi baholashda har doim adolatli bo'lishi, psixologik qo'llab-quvvatlash tizimining uzluksiz ishlashi, bullying va agressiya darajasi past bo'lishi. Endi mezonlariga keladigan bo'lsak, o'zini qadrli his qilish, qabul qilinganlik, erkin fikrlash imkoniyati, muloqotda ochiqlik, o'zini ifoda etish uchun qulay sharoit. Ta'lim muhiti qulayligi va xavfsizlikni psixologik baholash metodlari, ya'ni so'rovnomalar, maktabdagi psixologik iqlim so'rovnomasi, o'quvchining maktabga munosabati testi,
sinfning ijtimoiy psixologik muhitini baholash, sotsiometriya, o'quvchilararo munosabatlar uchun. Demak, kuzatish metodlari sinfdagi kommunikatsiya jarayonini kuzatish, o'quvchining xulq-atvoridagi stress belgilari, o'qituvchining pedagogik muloqot uslublari, diagnostik suhbat, o'qituvchi-o'quvchi, o'quvchi-ota-ona, o'qituvchi-ota-ona munosabatlarini aniqlash. Ana endi buzishga ta'sir etuvchi o'sha bizdagi ta'lim muhit xavfsizligini omillarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi bu psixologik omillar, ya'ni bullying, mobbing, kiberzo'ravonlik, o'qituvchining qo'pol munosabati, sinfda kamsitish, favoritizm, stress, ruhiy bosim, haddan ziyod yuklama, ijtimoiy omillar, oilaviy muammolar, noto'g'ri tarbiya, maktabda ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning pastligi, texnik va tashkiliy omillar, tozalikka rioya qilinmasligi, sinf jihozlarining xavfli bo'lishi, qulay va xavfsiz ta'lim muhitini yaratish strategiyalari. Birinchisi, ya'ni o'qituvchilar uchun ijobiy muloqot texnikalaridan foydalanish, konfliktologiya asoslarini bilish, bullying holatlarini aniqlash va boshqarish, emotsional zo'riqishni kamaytirish usullari. Maktab psixologi uchun maktabdagi psixologik iqlim monitoringi, guruhiy treninglarni, stressni boshqarish, muloqot treningi, huquqbuzarlikning oldini olish ishlari, o'qituvchilar uchun psixoprofilaktika, ota-onalar uchun farzand bilan samarali muloqot, internet xavfsizlik qoidalari, ijtimoiy tarmoqlarda zo'ravonlikdan himoya, o'quvchilar uchun emotsional intellektning rivojlantirish, konfliktlarni tinch yo'l bilan hal qilish, o'zini himoya qilish ko'nikmalari, jamoada ishlash kompetensiyalari. Ta'lim muhitini psixologik baholash mezonlari yakuniy, ya'ni emotsional fon, o'quvchilar kayfiyati, sinf iqlimi, muloqot sifati, o'qituvchi-o'quvchi o'zaro hurmati, jismoniy xavfsizlik, sharoitlar, texnika, psixologik xavfsizlik, zo'ravonlikdan himoyalanganlik, o'quvchilarning o'zini erkin tutishi, stress darajasi, sotsiometrik ko'rsatkichlar, pedagogik jarayonning insonparvarlik darajasi. Xulosa, qulay va xavfsiz ta'lim muhiti o'quvchining har tomonlama rivojlanishida, ta'lim sifatini oshishida hamda ijtimoiy psixologik barqarorlikni ta'minlashda hal qiluvchi o'ringa ega. Zamonaviy maktab psixologiyasi ta'lim muhitini baholash, uni takomillashtirish va muntazam monitoring yuritishni talab qiladi. Shuning bilan bizni qisqagina ma'ruzamiz tamom bo'ldi. Yana keyingi shunday onlayn darslarda uchrashguncha